Bu mavzuda o'zi gapirishni xohlamagandim, lekin majbur bo'ldim. Shuning uchun aytib o'taman. Ko'pchilik izohlarda ham o'qib qolamiz yoki bemorlar ham so'rab qolishadi. Ba'zan ochiq oydin gapirishadi, shunaqa e'tirozlar, noroziliklar bildiradi. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p kuzatamiz bunaqa holatlarni. Bemorlarda fikr borki, shifokorlar pul uchun analizlar, tekshiruvlar yozadi degan. Keling, bugun sizlarga shifokorlar sizga analizni, tekshiruvlarni pul uchun yozayaptimi yoki haqiqatan sizga kerak bo'lganligi uchun yozayaptimi? Shular haqida taxminiy xulosa chiqarish mumkin bo'lgan belgilarni aytib o'taman. Keyingi safar shifokorga borganingizda o'sha narsani inobatga olasiz. Hamma shifokorlar ham bemorlarni pulini olish maqsadida, buyurtma asosida analizlar, tekshiruvlar yozmaydi. Analiz va tekshiruvlar shuning uchun chiqarilganki, bemorni tashxisini aniqlashtirish uchun, bemorga beriladigan davo choralarini yo'nalishini tanlash uchun, dorilarni dozasini qanchadan berish kerakligini aniqlash uchun yoki bemorda dori-darmon bilan davolash kerakmi yoki umuman davolash kerak emasmi yoki operatsiya qilish kerakmi yoki boshqa xildagi kasallik bilan ajratib olish kerakmi? Shu narsalarni aniqlash uchun tekshiruvlar o'tkaziladi. Ya'ni tekshiruvlardan turli xildagi maqsadlar bor. Lekin afsuski, shunday holatlar ham uchraydi. Ayrim shifokorlar, hamma shifokorlar emas, o'zimiz ham shifokormiz. Ayrim shifokorlar tekshiruvlarga yuborishdan, tekshiruv o'tkazishdan maqsad afsuski pul bo'lishi mumkin. Buna holat ham uchrab turadi. Endi shuni ajratib olish uchun bir qancha belgilarga e'tibor bersangiz bo'ladi. Aytaylik, siz shifokorning oldiga keldingiz. Shifokor sizni hali ko'rmasdan turib, siz bilan hali suhbatlashmasdan turib, sizga darhol qabuliga kirganingizdan borib MRT qilib kelasan. Borib, "Men bu tekshiruvdan o'tib keyin ko'raman" deyaptimi? Katta ehtimol bilan, bu ham doimiy emas, bu ham nisbiy, lekin katta ehtimol bilan tekshiruv buyurtma asosida bo'lishi mumkin. Endi ikkinchi xil holat. Shifokor sizga tekshiruvlarni faqatgina bir joyga yo'naltirayotgan bo'lsa, ya'ni faqat mana shunga borasan, boshqasiga borishing mumkin emas. Men boshqasiga ishonmayman deyaptimi? Bu ham har doim emas, chunki shunday mutaxassislar borki, ular qilib bergan tekshiruvni boshqalar qilib bera olmaydi, chunki ular juda professional bo'ladi, juda bilimli bo'ladi va shifokor tayingan bo'ladi. Lekin har doim ham emas. Shuning uchun faqatgina bir joyga jo'natayotgan bo'lsa, bunda ham buyurtma asosida jo'natilayotganlik ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. Lekin sizga bir nechta variantlar taklif qilib yoki xohlagan joyda o'tishingiz mumkin yoki bu yerda o'tsangiz ham bo'ladi, bu yerda o'tsangiz ham bo'ladi degan fikrni aytayotgan bo'lsa, bu holatda u buyurtma emas. Lekin agarda faqat bir joyga boring deyotgan bo'lsa, darrov sizga fikr kelmasin, bo'ldi, bu pul uchun jo'natyapti deb yuqorida aytganimdek, balkim sizni yaxshiroq joyga jo'natayotgan bo'lishi mumkin. Buni bilib olsangiz bo'ladi. O'zi o'sha borayotgan joyingizda ham o'sha tekshiruv qiladigan insonni ham bir so'rab surishtirsangiz yoki o'sha aytaylik uskunani ham so'rab surishtirsangiz, qanchalik o'sha yaxshiligini yoki buyurtma asosidaligi darrov bilinib qoladi. Shuning uchun bundan keyin shifokorga borganingizda, agar shifokor siz bilan yaxshilab gaplashsa, sizni so'rab surishtirsa, sizni birinchi dastlabki tekshiruvlardan o'tkazsa va keyin xulosaga mavjud qo'lingizda bor bo'lgan tekshiruvlarni ko'rib chiqib, keyin xulosaga kelib, keyin "Men bu kerak ekan, men bu kerak emas ekan" degan fikrni, xulosani bersa, bunda shifokor demak buyurtma asosida pul bilan yozadigan shifokor emas. Lekin sizning qo'lingizda tekshiruv bormi yoki yo'q, unga qaramayapti va aytaylik, sizni o'zi suhbatlashgani ham yo'q, siz bilan so'rab surishtirgani ham yo'q, sizni dastlabki o'zi qo'lda qilish mumkin bo'lgan tekshiruvlardan o'tkazmasdan turib yo'naltiryaptimi? Bunda katta ehtimol bilan yo u sizni tekshirishni xohlamayapti, ko'rishni xohlamayapti, uni vaqti yo'q, yoki buyurtma asosida sizni jo'natyapti. Shifokorga borganingizda shuni agar inobatga olsangiz, shu belgilar shifokorda bo'lmasa, u shifokordan minnatdor bo'lsangiz bo'ladi. Chunki shifokor bemorni ko'rayotganda avvalo so'rab surishtirib, shikoyatlarini eshitib, shu vaqtgacha bemor o'tgan tekshiruvlarini ko'rib va shu vaqtgacha bemor olgan davo muolajalarini so'rab, ularni ko'rib, xulosa qiladigan bo'lsa, o'zi qulog'i bilan eshitib ko'radigan tekshiruvlarni qilib, keyin tekshiruvlarni shuni unutmaslik kerak, yana bitta belgi, oddiydan murakkabiga qarab qilinadi.
Masalan, bemor keldi, uni boshini tekshirish uchun darrov MRTga yo'naltirilmaydi. Chunki bosh og'rib turibdi, uni sabablari har xil bo'lishi mumkin. Avvalo qon bosimini o'lchab ko'rish kerak, masalan, yoki neurostatatsni bolg'acha bilan tekshirib ko'rish kerak. Hali sizni bolg'acha bilan tekshirmagan nevropatolog MRTga tushib keling deb darrov jo'natib yuboryaptimi? Sizda o'ta og'ir holat bo'lmasa, bu katta ehtimol bilan vaqti yetmayapti yoki aytaylik boyagidek buyurtma asosida qilyapti. Albatta bu narsalar check-uplardan mustasno. Ya'ni check-uplar bor. Masalan, yurakni qiladigan tekshiruvlar uchun check-up yoki qandli diabeti uchun check-up yoki ayollar uchun yoki yosh kattalar uchun qilinadigan check-up. Bunaqa check-uplarda ma'lum bir tekshiruvlar guruhlari o'sha a'zo, o'sha kasallik uchun birlashtirilgan bo'ladi. Endi bularda men tekshiruvdan o'tmoqchiman, check-updan o'tmoqchiman desangiz, tabiiyki qo'lingizga bir nechta tekshiruvni beradi. Shuning uchun shifokorga borganingizda yuqorida aytgan tavsiyalarimizga amal qilib, bemalol ko'nglingizda o'sha shifokoringizdan to'q qilishingiz va shifokor haqida noto'g'ri gumonga bormasligingiz mumkin bo'ladi. Siz o'zingiz ham qachon shifokorga borgansiz, shifokorga borganingizda sizga qanaqa tekshiruvlar yozib bergan, siz shuni asosli deb hisobladingizmi yoki asossiz? Bularni izohlarida yozib qoldiring. Salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Hech qachon siz va yaqinlaringiz kasal bo'lmang. Foydali ma'lumotlar, foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling.